Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 3 oktyabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Ayso apandim Politiko Yevro, ya'ni Yevropa raqobati munbirining mutaxassislari yig'iniga taklif bilan qatnashgan. Politiko Yevro Yevropa qatorliq NATO davlatlarini asos qilib, iqtisodiy, siyosiy, analiz tekshirishlar ilib bordigan Amerikaning axborot sohasidagi cho'ng qurilish bo'lib, bu qatimqi yig'ini Belgiya poytaxti Bryusselda o'tkazilgan. Bu qatimqi yig'inda Uyg'ur majburiy amgiki yanada muhim temalarning biri bo'lgan bo'lib, Uyg'ur majburiy amgikidan foydalanib ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Yevropa bozoriga kirishini cheklash, Yevropa ittifoqining kishilik huquq qimmat qarashini qo'g'dash bilan munosabatlik bo'lib, navbatda vatanimiz Sharq Turkiston ishlab chiqarilgan kun taxta paxta kiyimlarining eng cho'ng bozori yana Yevropa bo'lib kelmoqda. Yevropa parlamentining bir qism parlament a'zolari bilan bu qirg'inchilikni to'xtatish uchun nimalarni qila olamiz degan temada suhbatlar ilib borganligini bildirgan Dolqin Ayso apandim bu yig'in haqida tafsiliy ma'lumot berib, tovankilarni bildirdi. Politiko dünyanın en çok medya kuruluşlarından biri. Bu asaslığı Amerika, Avrupa ve NATO devletlerini asas kanalda şu devletlerinin siyasi, iktisadi vaziyetleri hakkında haberler verdiğin analizler ilan kıldığın çok bir matbuat kuruluşu. Bunun yılda okşaş bulmayan timlada münazirlerini, mülahizelerini ve alaylı uçuruşlarını ötküzüş arkalık dünyanın siyasi, iktisadi ahvalları hakkında mutaxassislarni çağırıp müzakirələr edib baradigan programlar var. Bu yılın bu programımızga meni taklif qildi. Bu yerda bu qatimqi Politiko raqobat Yevropa raqobati nomli tema ostida o'tkazilgan bu uchrashuvga dunyoning hamma yerdan 300'den artıq mutaxassis, fəaliyyətçilər, siyasətçilər, Avropa devletlerinin rəhbərləri, Avropa Komisyonunun rəhbərləri olub, geziciler, muxbirlər olub, 300'den artıq kişi iştirak qıldı. 3 gün davam qıldı. Asaslıq tema bu qatim şu süni aql məsələləri, dünyanın iqtisadi məsələləri, süni aqlının dünyanın bunundan keyin keləcəyini belgiləşdə qandaq rol oynaydiganlıq məsələsi o'xshaydigan işte temalar haqida mutaxassislarning, iqtisodshunoslarning, siyosatchilarning ko'z qarashlari, munoziralari bo'lib o'tdi. Engin Eroğlu shu Uyg'ur do'stlik guruhining qo'sh raislaridan birisi. Bugun 10 ayning 3-kunisi bo'lgan Yevropa ittifoqining bir programmasida Xitoy Yevropa parlamenti dostluk grubu var. Yani parlamenterler grubu var. Onun reisliği Engin Eroğlu saylandı. Demek bunun için bu kişinin Avrupa parlamentinde Xitay, Uygur ve başka meselelerde oynayan rolü zor bulundu. Şunun bu meselelerden bir sözleşi fırsatlarımız oldu. Bundan burun Butiköfer de Girban Yeşiller Partisi'nin parlament azası bu grubun başlığı etti. Bunu keyin Xitay hükümeti 2020 yılı qara tizimlikliga elib onu ambargo qo'ygan. Onun deyinki 2021 yıldan başlap Avrupa parlamenti Xitay parlamenterlar gruppasining funksiyalari askıga ilingan, to'ntib qo'yilgan. Hem aldığımız kunlarda qanday bir siyaset bo'ladi, onu aldığımız kunlarda ko'ramiz. Amerika Ana Vatan Xavfsizligi Ministerligi 2 oktyabr kuni Xitoyning Uyg'ur majburiy amkiga chetishliq yana 2 shirkatini cheklash tizimligiga kirgizgan. Buning bilan Amerika Ana Vatan Xavfsizligi Ministerligining Uyg'ur majburiy amkining oldini olish qonuni bo'yicha qora tizimlikka kirgizgan Xitoy shirkatlarining soni 75 ga yetib borgan. Amerika Ana Vatan Xavfsizlik Ministerligining 2 oktyabr e'lon qilgan bayonotidan ma'lum bo'lishicha, bu qatim Xitoyning dunyodagi eng cho'ng po'lat temir shirkati bo'lgan Baowu guruhiga qarashliq Xinjiang 1 avgust po'lat temir shirkati bilan Jiangsu o'lkasini baza qilgan Changzhou Guanghui yemeklik tehditqulari shirkati qora tizimlikka kirgizilgan. Bu Amerikaning tunji qatim Uyg'ur majburiy amkini cheklashni Xitoy po'lat temir mahsulotlariga va vatanimizdan material setib olgan korxonalarga kengaytirish hisoblanadi deb qaralmoqda. Buning oldida Amerika Ana Vatan Xavfsizlik Ministerligi cheklash tizimligini alyumin mahsulotlariga qaratgan edi. Amerika Ana Vatan Xavfsizlik Ministerligining siyosiy ishlarga mas'ul yordamchi ministri Robert Silver
Мәҗбүр әмгекni cheklashda hech qanday sohaning cheklim sirtida emasligini bildirib, biz butkul sanoat sohasida bundaq korxonalarni aniqlashni davomlashtiramiz. Shundaqla eksploatatsiya ham depsanchilikdan foyda olishni ko'zlayotganlarni javobgarlikka tortishni davomlashtiramiz degan. Amerikan Vatan xavfsizlik ministrligining ko'rsatishicha, Xitoyning davlat egiligidagi Xinjiang 1 avgust po'lat temir shirkati davlat homiyligidagi emgak kuchlarini yetkazish programmasiga davomli qatnashib, Uyg'ur va Qirg'iz emgak kuchlarini qabul qilib ishlatgan. Uning Changzhou Gonghui yemeklik tehdit qo'llari shirkati bo'lsa, mahsulotlarga vatanimizda ishlab chiqarilgan materiallarni ishlatgan. Amerikan Vatan xavfsizlik ministrligining Uyg'ur majburiy emkini cheklashni po'lat temir sohasiga kengaytirishi, Xitoy taraf Amerikaning embargosi Uyg'ur ishchilariga og'ir ziyon elib keldi deganni keng tashviq qilayotgan bir vaqt e'lon qilingan. Amerikan Vatan xavfsizlik ministrligi 3 oktyabr kuni yillik bexatarlik baholash doklati e'lon qilib, Xitoy Rossiya va Iranning bu yil 5 noyabr kuni o'tkaziladigan Amerika prezident saylomiga ta'sir ko'rsatish xavfining kuchayotganligini ogohlantirgan. Dokladda qayd qilinishicha, bu davlatlar Amerika saylomiga ta'sir ko'rsatishda sun'iy aql texnikasidan foydalanib, saxta va bo'lginchi uchurlarni tarqatishni o'z ichiga olgan vositalarni qo'llandi ekan. Dokladda Xitoy, Rossiya va Iranning og'dirmichilik vositalari, oshkor bo'lmagan jinoiy va zo'rlash taktikalarini qo'llanib, Amerikaning demokratik apparatlarga va davlat ichidagi ijtimoiy inoqlikqa bo'lgan ishonchsizlik buzg'unchilik qilish fursatini izlaydiganligi faraz qilingan. Navbatda Amerikaning Demokratlar partiyasining prezident nomzodi Kamala Harris bilan Cumhuriyetchilar partiyasining nomzodi sobiq prezident Donald Trump orasida keskin saylov raqobati davomlashmoqda. Bu vaziyat saylovchilar orasidagi bo'linishni taqim kuchaytirishi, chet el raqiblarining Amerika demokratiya musobaqasiga buzg'unchilik qilish uchun fursat yaratib berish mumkin deb qaralmoqda. Amerikan Vatan xavfsizlik ministrligining bu doklati bilan bir vaqtda yana Amerikadagi grafika axborot analizi shirkati 3 oktyabr tadqiqot doklati e'lon qilib, Xitoyning ijtimoiy aloqa usullariga ta'sir ko'rsatish harakati Amerika saylovchilarini nishon qilayotganligi, ularning saylam harpisida Amerika siyosatlarini tushirib, bo'lginchilik paydo qiladigan uchurlarni tarqatayotganligini bildirgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keng qitimliq sanımızgacha ko'rishkish aman bo'lgaysizlar. Stansiyamızın YouTube kanalına a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.